Odamlar ichkarida qolib ketishdi. Loki. U yerda xuddi kaftagidek ko'rinib turishibdi. Biz shu yerdamiz. Xavotir olma, boraver. Ularni chalg'itib tura olasizlarmi, kapitan? Bu men uchun sharaf. U yoqqa choping. Bo'la qoling, tezroq. Xuddi Budapeshtdagiga o'xshaydi. Budapeshtni turlicha eslaymiz. Serjant! Bir soatdan keyin Milliy gvardiya yetib keladi. Milliy gvardiya? Bu yerda nima bo'layotganini bilishadimi? Bizchi? Anavi binolarga odamlaringizni jo'nating. Bu yerdan chiqqan odamlar o'q yomg'iri ostida qolishadi. Ularni yer osti yo'li orqali olib chiqish kerak. Eng muhimi odamlar ko'chaga chiqmasliklari lozim. 39-ko'chagacha yo'llarni yopish shart. Kimsan o'zi bizga buyruq beradigan? Hoziroq ana bu binoga kiring. Odamlarni ko'chaga chiqarmay turib ko'chirish kerak. Tushundim. 39-ko'chagacha bo'lgan barcha yo'llar yopilsin. Bo'ldi. U bizni ko'rdi. Nima qilmoqchisiz? Yuqorida nima gap? Ko'p chiqarayotgan quvvatni yengib bo'lmaydi. To'g'rining gapi to'g'ri. Bu ish oson emas. Endi nima qilamiz? Bir jamoa bo'lib harakat qilamiz. Lokidan hamma narsani so'rab olmadim. Unda navbat keting. Hozir emas. Loki bor kuchini bizga qaratadi. Bu ayni muddao bo'ladi. Usiz bu maxluqlar jinni bo'ladi. Stark yuqorida ishlaydi. Biz unga ha. Ahvol chatoqqa o'xshaydi. Bundan battarini ham ko'rganman. Meni kechir. Bizga hozir o'sha dahshat asqotardi. Stark, u keldi. Bannermi? Aytganingdek bo'ldi. Unda hujumga tayyorlansin. Ajoyib ziyofat bo'ladi. Shuni ziyofat dedimi? Doktor Banner. G'azabingizni ko'rsatishning ayni vaqti. Mening sirim ana shu, kapitan. Doim g'azabdaman. Bardam bo'l.